So'nggi yillarda O'zbekiston xalqaro hamkorlikda ishonchli o'rinlarni egallab kelyapti va yurtimizda o'tgan YuNESKOdagi tadbir ham O'zbekiston ishonchli hamkor sifatida o'z o'rniga ega ekanligini ham bir bor isbotladi. Nafaqat o'z o'rniga ega, balki takliflari ham olqishlar bilan qabul qilinyapti va kuni kecha Qatarda bo'lib o'tgan uchrashuvlarda ham prezidentimiz xalqaro hamkorlik barcha muammolarga tezroq yechim topish uchun eng asosiy bir yo'nalish ekanligini aytib o'tdilar va muhim 5 ta tashabbus bo'yicha o'zlarini g'oya va takliflarini ilgari surdilar. Bu albatta O'zbekiston tomonidan bildirilgan tashabbus deb baholanadi va eng asosiysi e'tibor berilgan birinchi jihati bu o'sha kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha. Bugun butun dunyoda 1 milliard 1 million 100 million aholi kambag'allikda istiqomat qiladi. Bu juda ham katta raqam va bu kambag'allikni qisqartirish va ularga yechim topish har bitta mamlakatning orzusi va so'nggi yillarda O'zbekistonda ham bu yo'nalishda juda keng ishlar amalga oshirildi. Hatto kambag'allikni qisqartirish masalasi bizda 6.6% gacha tushirildi. Bu konstitutsion darajada kambag'allikdan farovon hayot sari kabi tamoyil konstitutsion darajada himoya qilindi. Bu O'zbekistonda o'sha aholining yashash sharoitini yaxshilash bo'yicha islohotlarni keng yo'nalishda amalga oshirayotganligini ko'rsatadi va mana shu islohotlar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda kambag'allikni qisqartirish uchun ajratilayotgan o'sha moliyaviy mablag'larni yanada kengaytirish bo'yicha tashabbusni ilgari surdilar. Chunki rivojlangan mamlakat bo'ladimi, endi rivojlanayotgan mamlakat bo'ladimi, asosiy maqsad aholini farovon yashash uchun imkoniyat yaratish. Va bu borada ham butun dunyo birlashishi kerakligini aytib o'tdilar va ikkinchi masala albatta kambag'allik nimadan kelib chiqadi? Bu ishsizlikdan kelib chiqadi va aholini bandlik darajasi so'nggi yillarda biroz muammolar paydo bo'lyapti. Bu butun dunyo bo'yicha kuzatilayotgan holat. Nimaga? Chunki texnologiyalar rivojlangan sari inson resurslariga bo'lgan ehtiyoj kamayib boradi va bu o'rinda malakali kadrlarni qo'llab-quvvatlash masalasi davlatlar oldida turgan eng muhim masala. Raqamlar shuni ko'rsatyaptiki, 2024-yilda ishsizlik darajasi 5% ga yetgan. Bu ham dunyo miqyosida juda katta ko'rsatkich. Har bitta taklif muhokama qiladigan bo'lsak, bir-biriga bog'liq takliflar va bir-birini to'ldiruvchi takliflar. Uchinchi taklif bu hammamiz uchun muhim bo'lgan ta'lim yo'nalishi va o'z o'rnida iqlim o'zgarishlariga birga kurashish masalalari ham o'rtaga tashlandi va o'ylaymanki O'zbekiston tomonidan bildirilgan bu takliflar dunyo miqyosida amalga oshiriladi va bu orqali o'sha bugungi mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf etishga ham yechim bo'la oladi.